Farzandingiz futbol va ingliz tiliga qiziqadimi? Unda sizlar uchun haqiqatdan ajoyib yangiligim bor. Aziz ota-onalar, agarda siz qiziqarli ta'lim va sarguzashtlarga boy qolaversa, xalqaro tajribani o'zida mukammallashtirgan dasturlar, ya'ni yozgi dasturlar izlayotgan bo'lsangiz, buning bizda yechimi bor. Iyul oyida Angliyaning Arsenal akademiyasi bilan hamkorlikda maxsus futbol va ingliz tili dasturi bo'lib o'tadi. 11 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar uchun. Agar farzandingiz futbolga qiziqsa, bu ular uchun ajoyib imkoniyat. Dastur til o'rganish, professional futbol mashg'ulotlarini o'z ichiga oladi. Arsenal Development Akademiyasi bilan hamkorlikda uyushtirilgan dasturda tajribali o'qituvchilar bilan ingliz tili darslari, professional murabbiylar bilan esa futbol mashg'ulotlari, mahalliy jamoa bilan o'yin va mashhur futbolchilar bilan uchrashish imkoniyati kutmoqda. Bu hali hammasi emas. Bolajonlar Kembrij shahriga sayohat qilishadi va Buyuk Britaniyaning eng nufuzli, eng mashhur universitetlarining biriga tashrif buyurishadi. O'quvchilar sifatli 3 mahal ovqat va yuqori darajadagi yashash sharoitlari bilan ta'minlanadi. Menimcha bu farzandingiz kelajagi uchun eng yaxshi sarmoya. Nima dedingiz? Batafsil ma'lumot uchun plus belgisini yuboring va sizlarga to'liq ma'lumot yuboriladi.